Ada shumizolyatsiya bo'lgan mashinaga shu расходga ta'sir bo'ladimi? Da, bo'ladi. Agarki noto'g'ri shumizolyatsiya qilgan bo'lsang, chunki hozirgi kunda yoshlarimiz kaput tagigacha yopishtirib tashlashyapti, ikriloni tagigacha. Eng qiziq joyki, ballonni ichiga olib tashlashyapti o'sha shumizolyatsiyani. Men absolyutno bu narsaga qarama-qarshi qarayman, chunki u haqiqatdan aytaman, 70-80 kilo shumizolyatsiya bu mashinaga ta'sir qiladi, xarajatiga. Ya'ni benziniga xarajat bo'ladi, ko'payadi в любом случае. Iloji boricha unaqa xarajat qilib bunga 70-80 kilo qilish kerak emas. Optimal variant 37, 38, 40 kilogacha shumizolyatsiya qilsangiz bu mashina umuman расходga ta'sir qilmaydi. Normada bo'ladi. Ya'ni o'zini stik liyerda turadi. Iloji boricha bu mashina eng главныйsi, kim bo'ldi hozirgi kunda yomg'irli kunlar boshlanadi. Faralar orqalarigacha yechib, polni germetizatsiya qilib, keyin shumizolyatsiya qilish kerak. Unutib qo'ymanglar. Sразу aytaman, yomg'irli kunlar kelyapti. Kimda yangi Cobalt bo'lsa, yangi Nexus 3 bo'lsa, Gentra bo'lsa, germetizatsiya, shumizolyatsiya qilib olinglar обязательно. Yana bitta qiziq sistemamiz bor. Podpilnik, xudo xolasa, mana shu Gentraga hali hech kim ham bilmadim ko'rishganmi, ko'rishmaganmi, lekin men xudo xolasa bu narsani ko'rsataman. Gentraga podpilnik qo'yamiz обязательно. Kuzatib boringlar. Kartal sizlarga zo'r maslahat beradi. Shu